O'tirishga ruxsat oldingmi? O'tirsam bo'ladimi? O'la talanda. Isming juda ajoyib. Kim qo'ygan? Onam. Birinchi daqiqada birinchi gol. Dadang. Onang tirik bo'lganida seni kim bo'lishingni xohlardi? Diplomat. 2-0. O'zing kim bo'lishni xohlarding? Mafiyachi. Nima qilyapsan o'zi? Nega Germaniyada mafiyachi bo'lishni istamay bu yerda istayapsan? Bu yerda qotil bo'ldim. Bu yerda odil bo'ldim. Odil bo'lishni chaqirdan o'rgandingmi? Chaqir o'rgangan odamdan. Tog'amdan. Duranaymi. Oilani orqasida kim bor? Juda qiziqyapsanmi? Oilani orqasidagilarga emas. Juda bemalol, juda mahoratli. 2-1. Oxirgi savol. Chaqir bilan sen meni o'ldirish uchun bu yerga kirsangiz, meni o'ldirganingizdan keyin bu yerdan qanday chiqasiz? Chaqir prokurorni o'ldirmaydi. Chunki Turkiya odatlarida prokurorni o'ldirish yo'q. Menga kelsak, men birortasini o'ldiradigan bo'lsam, kasbiga qarab o'tirmayman. Ammo kasbi nima bo'lsa ham, hech kimni qo'lga tushadigan joyda o'ldirmayman. Meni ismimni esdan chiqaradigan vaqtni sabr bilan kutaman. Himoyasiz paytingizni, ya'ni eng xursand kuningizni tanlayman. Sizni o'ldiraman. Qoldirgan imzoyimni faqat do'stlarimgina tushunishadi. Bu payt uylangan vaqt bo'lmasin, tag'in xotinimga buni tushuntira olmayman. 2-2. Uylangan kuningiz hayotingizdagi eng quvonchli kun deb o'ylamayman. 3-2. Yutdik. O'yin tugadi.